Aziz aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu Yana alaykum. sizni bezovta qildik aka. Bugun qisqa savollar bilan sizni ozroq bo'lsa ham qiynab qo'ymasak bo'ldi. Tayyormisiz aka? Savol Tayyorman. beramiz. Iqro liderlari aka, Qashqadaryodan boshqa 12 ta viloyatga ochish niyatingiz bormi filiallarni? Ha, albatta 12 ta viloyatga ochish niyatlarimiz bor. Hozir Jizzax shahrida ochilyapti. Xudo xolasa sentyabrda ishga tushirish masalasi ko'rilgan. Necha o'rinli aka? Nechta odamni o'z ichiga sig'dira oladi? Bu 500 o'rinlik bo'ladi. Jizzax territoriyasidagi ochayotganimiz 500 o'rinlik bo'ladi. Ilmlar sifati farq qiladimi, farq qilmaydimi aka? Sifati eng yuqori darajadagi ustozlarni qabul qilamiz, chunki hozirgi kunda ham eng yuqori darajali ustozlarni qabul qilyapmiz. Telefonga qanaqa qaraysizlar aka o'quvchilarda? Telefon bizda mutlaqo taqiqlanadi va telefonni ishlatgan o'quvchiga jarima solinadi. Xavfsizlik tizimi ular yo'lga tutilganmi aka? Albatta kameralashtirilgan va bizda ichki ishlar xodimlari bizda imonni o'sha yo'nalishimiz bo'yicha qo'riqlov xizmatida turishadi. Har bir kelgan, misol uchun o'quvchiga ota-onasiga xabar boradimi, bormaydimi? Unaqa sistemamiz va CRM sistemalarimizni yo'lga qo'yganmiz. Hammasi xabardor bo'lib turishadi. Chunki chiqdi, kirdi, hammasi xabardor bo'lishadi. Yana bitta savol aka. Qashqadaryoda nechta filialingiz bor? Qashqadaryoda hozirgi kunda 3 ta filialimiz bor, ya'ni Sharsabz territoriyasida va yuqori tog'li hududlarimizda u ham sentyabrda xudo xolasa ochiladi. Hozir Qashqadaryoda 2 ta filialingiz bor. Nechta odamni o'z ichiga oladi aka? Qashqadaryodagisi 1000 o'rinlarni o'z ichiga oladi. Qayerda va qaysi joylarda ochilgan? Shu ma'lumotini bersangiz. Ma'lumotimiz Yangi bozor oldida, Navro'z bog'ini oldida bor. Ya'ni o'quv markaz sifatida yurayotganligi mana bu 61 Anhor Lavashti yonida ochilgan o'quv markaz sifatida yuradi, lekin maktab sistemasida yuradigani, ya'ni tog'li hududda, Xitoy qishlog'ida hozir amalga oshirganmiz. Sentyabrda ishga tushadi u ham. Aziz aka, rahmat deb qolamiz. Menimcha eng qiziqarli savolni olishdi deb o'ylayman obunachilarimiz. Rahmat. Xudo xolasa keyingi intervyularga ham chaqiramiz aka. Rahmat. Sog' bo'ling, Xo'p. salomat bo'ling.